YouTube'da birovni videosini qayta yuklab pul topsa, daromadga chiqsa bo'ladimi? Bo'ladi va bo'lmaydi deb ayta olaman. Chunki qarang, monetizatsiya bilan YouTube o'zini monetizatsiyasi bilan pul topa olmaysiz. Chunki Content ID sistema bor. Content ID sistema bu qo'ygan videoingizni 1 sekundning o'zida aniqlab beradi. Bu video boshqa odamning avtoriki deb. Ha, sarazu chiqarib beradi-da. Tekshirovga videoni qo'yayotgan paytda anaqa narushение chiqib keladi. Avtorskiy prava bor deb. Bo'ldi. Shu yerdan u yog'iga o'sha o'ta olmaysiz siz. Qanaqangi daromad topsa bo'ladi birovning videosi bilan, u seri YouTube deb ataladi. YouTubechilarning temasini orasida. Seri YouTube degani menga YouTube'dagi monetizatsiya qiziq emas. O'tda men reklamadan pul topaman desangiz, masalan, sizni tursiy mayka chiqaradigan firmangiz bor. Menda videolarim 100 mingta, 200 mingta, 1 million talab prosmotr yig'yapti birovlarning videosini. Shuni orasiga men tursiy maykangizni qo'yib yuboraman. Siz menga pul berasiz prosmotriga. Yoki-da siz muzikantsiz, sizni muzikangizni men videomning orasiga qo'yib berishim mumkin. Как reklama sifatida. Undan ham men daromad topaman. Sizga aytaman, "Okay, menga 100 ming so'm bering, men videomning orasiga qo'yib beraman, odamlar uni eshitadi" deyman. Siz bilan kontrakt qilaman, shunaqangi daromad topsa bo'ladi.